zaiflarga ihson dedik bugungi darsimizning mavzusini. Zaif kim? Zaif bu mana lug'atda kelishicha quvvatning aksi. Quvvatning yo'q bo'lishligi. Mana qarichilikni mana Alloh taolo zaiflik deb Qur'onda bayon qiladi va asobahul kibaru va lahu zurriyatun du'afa. Mana shu qarichilik, katta bo'lishlik, qarilik, zaiflik. Ya'ni inson qariganda injiq bo'lib qoladi, ancha-muncha narsaga bir ko'ngli nima qilmay qoladi. Yoshlar bu narsani nima qilishi kerak ekan? Ko'tarilishi kerak ekan. Va yoshlik bolalarning yosh go'dak bo'lishligi bu ham zaiflik deb ta'rif qilingan. Zaif deganda musofir odam zaif bo'ladi. Chunki o'zini yurtidan uzoqda, yori birodarlardan uzoqda bo'lgan paytda kishini zaif bo'lganligi shu bo'ladi. Alloh taolo mana Qur'onda Shuayb alayhisalomda aytadi: "Va inna lanaraka fina zaifa." Shuayb alayhisalom Madinaga kelganda bo'ladi. Sen zaifsan biz ichimizda deydi. Ya'ni seni orqaga turadigan qarindosh urug'laring yo'q deydi. Zaif yetim bolalar zaif deyilgan, ayol kishi zaif deyilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadi: "Akhrij malal zaifayn al-mar'a wal yatim." Ana shu molingizdan ikkita zaifni haqqini chiqarib qo'ying, ayol kishini va yetimni deydi. Mana aytdik, zaif xullas boshqalarga quvvati yetmaydigan, boshqalar unga jabriston qilishi mumkin bo'lgan odam zaif deyilar ekan. Ayol kishi, yosh bola, kasal, qari, musofir, qarzdor va hokazo. Kasallik zaif bo'lishi mumkin, bu shollik, ko'rlik yoki bo'lmasa boshqa bir kasallar. Odamlarning ichida shundaylar bo'ladiki, zaif deganda albatta kasal bo'lish kerak ekan, kambag'al bo'lish kerak ekan, qari bo'lish kerak ekan emas. Bir kishi sog'lom bo'lishi mumkin, lekin tabiati yosh bolaning singari bo'lishligi mumkin. Ya'ni arzimagan narsaga xafa bo'lib qoladigan. Mana shu odamni ko'ngliga qarab muomala qilib qo'yishlik ihson deyiladi. Bir odam borki, jismonan baquvvat, filda gavdasi bor, lekin yuragi yo'q. Unga ana shu yuragiga qarab muomala qilishlik ihson ekan. Ulardan bir kishi puli ham bor, quvvati ham bor, lekin musofirligi tufayli, qarindosh urug'chilik aloqali yo'q tufayli zaif. Unga mana shu tomondan muruvvat qilinar ekan. Ihson deganda faqat bu akalar bu dasturxon solgan narsani tushunmaylik. Kasal bu zaif deb aytdik. Unga qanaqa bir yaxshilik bo'ladi? Uni kasal bo'lgan paytda uni ziyorat qilib, shu kasali bilan Allohdan savob umid qilishligi kerakligini eslatib turishlik, holidan xabar olishlik bilan bo'lar ekan. Qarang, kim qaysi masalada zaif bo'lsa, shu masalada unga yaxshilik qilib qo'yishlik ihson ekan. Tushunarlimi? Ya'ni bir odamning toqati ko'tarmaydigan narsaga buyurishlik ham unga ihson emas ekan. Toqatiga qarab muomala qilishlik ihson hisoblanar ekan. Bir kishi ayoli ovqatni yaxshi pishira olmasligi mumkin. Boshqa ishlari zo'r, uyini toza tutadi, itoatkor, lekin mana shu masalada nima qilish kerak ekan? Kechirib qo'yish kerak ekan. U atay qilmayapti u. Yoki aksincha, qo'li shirin, xizmati zo'r qiladi, tili yomon. Mana shu masalada zaif. U atay qilmayapti, udan shunaqa qilib yaratganki, tabiati bor shunaqa. Mana shu tabiatini kechirib qo'yishlik unga qilingan yaxshilik hisoblanadi. Bir odam borki, yoningizda nima deymiz? Injiq. Hali u yoqmaydi, hali bu yoqmaydi. Agar beayb do'st qidiradigan bo'lsak, birodarlar, do'stsiz qolib ketamiz. Buni chapilab yoqmaydi, buni yonboshga o'tirish yoqmaydi, bunga qizillar yoqmaydi. Xullas, agar qaraydigan bo'lsak, biz o'zimizda ham zaif tomonimiz ko'p. Ana shu zaif tomoniga birodaringizni avf qilasiz, kechirasiz, sabr qilasiz injiqligiga. O'sha do'stni yo'qotmaysiz. Sizga shu uchun nima bor ekan? Savob bor akalar. Savob albatta bor. Uning orqasidan rizqqa baraka erishigi ham bor. Xullas birodarlar, zaif degan, zaiflarga ihson degani odamning kechirimli bo'lishligi.